parçalık hakkında kıssadaki 3 çoğun baş personaj kim o? Nurgullar bu gapni anlatlar Sav Liu Bei Sun Quan deb qilish mumkin, shunami? Hamda bu asardagi qalam izg'a, ya'ni xat soniga tasvirlangan qarsak, 3 parçalık hakkında kıssadaki birinchi cho'ng baş personaj Liu Bei Liu Shuan'dir. Liu Bei'ning tasvir bayoni, gap so'zi, ish izlari eng ko'p yozilgan. Bu kanal!绝不可能! Endi Zhuge Liang o'ttirga chiqqandan keyin qarsak, bu yerga Liu Bei'ga yetishib oldi. Zhuge Liangning tasviriy gap so'zlari nihoyat ko'p, shundami? Televiziya teatridimi ko'rinishlari nihoyat ko'p chiqdi. Yetishib olay eshikda deb qoldi. Lekin yerni yetishmaydi. Endi bu pasban degan amini pasbanda, akang degan amini akang, shundami? Butun asarda bu yerga Zhuge Liang ikkinchi cho'ng baş personaj. Shuning uchun qarsak, bu yerga Zhuge Liang Longjongda ko'rsatgan bir tadbirdan keyin o'tirib chiqqandan keyin butkul vaziyat o'zgardi. Rasmiy usulga bir 3 parçalık davri kirib, kino rasmiy qiziydigan mishada ko'milmasya nuqtasiga chiqishga boshlaydi u Zhuge Liang o'tirib chiqqandan keyin. Yana bundan keyingilar bu yerga muhim personajlardan Zhou Yu, Lu Su, Sima Yi, Pang Tong qatorliqlar orqa-orqadan o'tirib chiqdi va vaziyat endi rasmiy keskinlashdi, jiddiylashdi. Endi 3-o'rin turdig'ini shu Sav. Mayli bu kitobga qarsak, mayli televiziya teatriga qarsak, bu yerdagi Liu Bei bilan Zhuge Liangdan keyinlar bu Sav-Savning ko'rinishlari, tasviri, gap so'zlari eng ko'p tasvirlarda eng ko'p yozildi. Ham qo'linib ko'rsatgan 4 klassik asarning Mao nashri bir kitob aran 22 go'ya. 4 kitobni bir qalsak, kiras qetib 88 go Chuchuangda ba topamsanlar, mansishin qilsanglar bo'ldi. Endi bu asarning ismi 3 parçalık haqida qissat turib, bu yerdagi Sun Quan nimish 3-baş personaj emas. Asli başdaki xiyolimiz o'yincha Liu Bei, Sav, Sun Quan 3 baş personaj bo'lib shunami? Lekin bu asarga qarsak, amaliyotda bu asardagi haqiqiy baş personaj Zhuge Kunming, Zhuge Liang. Nimishqa desanglar, bu asarning avtori Lu Guanzhong degan kim o? Bu qanday odam? Bu kimga o'xshaydi? Şu Zhuge Liangga o'xshaydi. Lu Guanzhong apandi milad 1330-yili Shanshining Taiyuan aymog'idagi bir savdogar oilasida dunyoga kelgan. Biroq bu o'zi savdogarlikni, bu karg'anchilikni tashlab, ilm hikmatga erishman bo'lgan, xuddi menga o'xshash. Shuning bilan bu o'zligidan Sunzining harbiy ishlar dasturi, Sunwuning harbiy ishlar dasturi, har xil harbiynomə, tarixnomalarni o'qib, alam jihatda xil kamalab ketgan. Keyin Zhang Shiqingning harbiy yurishi qatnashib, buningga yondash mushavir bo'lgan. Lu Guanzhong apandimga nisbatan o'zingizga eng parlaq, eng yorqin bir xo'shal o'tgan vaqtda dal mushu vaqtlar. Hisobda tarix nom qoldig'idek bir ishlarni qilganda bu vaqtda. Endi Lu Guanzhong apandimning mushadagi amaliyotga maqsadini qarsak, hargiz Liu Bei bo'lish bir Sav bo'lish emas. Balki shu Zhuge Liangdek yonda turib, Liu Bei'ning bir g'alaba qilishi, o'tkazishga yordam beradigan mushavir bo'lish, shuningga bosh vazir bo'lish, qo'l qanot bo'lish. Endi bu 4 klassik asar emas, mayli har qanday bir adabiy asar qarsak, odatda avtor o'zining ma'lum bir personaj qilib mush asarga kirdirdi. Yoki o'zining dunyo qarshi fikr yo'linishi, o'zining ideyasini singdirib atdi. Noit ustulik bilan. Endi burun sizlar o'qigan asardimi his qilgan bo'g'aytinglar, nurg'ullarning ayma avtor mu asarga palani shuki jumu degan gaplarni anglagan bo'g'aytinglar. Ham shundaq yozilgan asarmi noit muvaffaqiyatli chiqdi. Shu asarlarimi amniyat baş personaj boshqalardek turgan bilan yondash chiqqan ma'lum bir personajning noit muvaffaqiyatli yoritilganligini bilib bilmay biz shuni yoqtirib qolamiz. Shunami? Chunki buni avtor o'zini kirishtirib, ustuliklar yozganda o'zidan bak tushunda emasmi? Endi shuning uchun bu 3 parçalık haqida qissatdagi 3 cho'ng baş personaj Liu Bei, ikkinchisi Zhuge Liang, uchinchisi Sav. Undaqda 4-inchisi kimdir? 4-baş personaj Sun Quan, Guanyu, Sima Yilardan qaysisi? Yoki siz qaysi tartibda tuzasiz? Pingni uchun rahmat. 4 klassik asar qiziqadigan do'stlar, meni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Rahmat.